Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mana shu ko'pchilikda mana shu boshqa qurilmadan, boshqa kompyuterdan yoki bo'lmasa boshqa telefondan bizni Telegramimizga, o'zimiz Telegramimizga kirganimizda shoshib mana bunday X ni bosib, ya'ni mana bu X ni bosib chiqib ketib qolamiz. Bu bizni akkauntimizni chiqish bo'lmaydi. Agar qaytadan Telegramni bosadigan bo'lsa, mana bu Telegramni bosadigan bo'lsa, o'sha holatda turgan bo'ladi. Bu holat boshqa joyda yoki bo'lmasa ishxonamizda shunday qolib ketishi mumkin yoki bo'lmasa boshqa kimdir birov bizdan foydalanishi mumkin. Mana shunday holatlarning oldini olish uchun, misol uchun keyin noqulay vaziyatlar kelib chiqishi mumkin. Kimdir sizni akkauntingizdan foydalanishi mumkin. Ya'ni shoshib mana bu X ni bosib chiqib ketgan paytingiz, nima qilish kerak? Ya'ni o'zimizni telefonimizdan boshqa qurilmalarni qanday qilib o'chiramiz? Mana shuni ko'rsataman hozir telefon orqali. Telefonimizdan Telegramimizga kirganimizda mana shu Telegram ko'rinish holatda mana bu burchakdagi o'zimizni akkauntimiz belgisiga kiramiz. Mana bunga. Shuni ustiga bosamiz. Bosganimizda tepaga ko'taramiz. Mana sozlamalar degan joyi chiqadi. Mana bu sozlamalar. Mana shu joyiga kiramiz. Sozlamalar joyidan mana bu qurilmalar degan joyga kiradigan bo'lsak, mana bu qurilmalar. Mana faol seanslar degan bo'lim chiqyapti. Mana bu faol seanslar. Faol seanslardan mana pastdagi o'qiydigan bo'lsak, Telegram desktop, Windows 10 va mana Google Chrome dan kirish bo'lyapti. Va ikkita qurilmadan bizni Telegramimizga kirilgan. Mana shular ulangan hozir. Mana shularni to'xtatib qo'yamiz, ularni o'chiramiz. Mana bu qizil yozuvdagi mana bu boshqa barcha seanslarni yakunlashni bosadigan bo'lsak, hammasi o'chib ketadi. Ya'ni telefonimizning o'zida qoladi. Biz hozir mana tepadagini bosib ko'ramiz. Mana haqiqatan ham bo'lsa yakunlash mana. Bo'ldi, uzildi, birinchi kompyuterimizdagi uzildi. Biz endi mana shu yerdan boshqa barcha seanslarni yakunlashni bosadigan bo'lsak, har qanday bizning Telegramimizga ulangan boshqa qurilmalar mana shu telefonimizdan boshqasi hammasi uziladi. Ya'ni boshqa mana qurilmalarga kiradigan bo'lsak, mana boshqa faol seanslar mavjud emas degan yozuv chiqsa, demak sizga mana shu telefoningizdan boshqa qurilmalarda siz Telegramingizga ulanmagan bo'ladi. Shunga e'tiborli bo'lingizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.